Faqat ogohlantirish, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda bojxona skladi, bojxona musodara tovarlar kabi fake akkauntlar orqali firibgarlik holatlari ko'paymoqda. Ushbu akkauntlar turli xil xizmatlar, tovarlarni va'da qilib, fuqarolarni aldashga harakat qilmoqda. Bu kabi manbalarga ishonmang, noma'lum akkauntlarga pul o'tkazmang. Sud qarorlariga asosan musodara bo'lgan tovarlar bojxona servis davlat muassasasiga qarashli do'konlarga sotuvga chiqariladi. Ushbu video pastida ko'rsatilgan havolalar orqali rasmiy kanallarimizga bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, firibgarlarning yangi turdagi aldov holatlari ham aniqlanmoqda. Sizga chet eldan $100,000 meros qoldirilgan, bojxonada turibdi. Buni olish uchun 9 million to'lashingiz kerak kabi holatlar bo'yicha ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Bu esa firibgarlarning navbatdagi tuzog'i. Hech qanday rasmiy idoralar meros yoki yuk uchun oldindan to'lov talab qilmaydi. Ma'lumotlarni tekshiring va ehtiyot bo'ling. Firibgarlarga aldanib qolmang. Ushbu videoni boshqalarga ham ulashing.